A.R. Murugadoz Amir Xon bilan nimanidir muhokama qilganini aytmoqda. Rejissyorning hindi tilidagi 4-filmi Salmon Xon suratga tushgan Sikandar kartinasi ekranga chiqishi yaqinlashayotgan paytda 2008-yilda chiqqan Qassos blokbasterining davomi haqida gapirib, muxlislarni hayajonga soldi. Ma'lumki, tamil tilidagi original Gajini filmi 2005-yilda suratga olingan bo'lib, unda bosh rolni Suriya o'ynagan. 2008-yilda kartina Amir Xon bilan qayta ishlanib, kino ijarada 100 crore rupiyadan ko'proq kassa to'plagan loyihaga aylandi. Yaqindan chiqa boshlagan xabarlarda esa Gajini 2 filmi ikkita tilda chiqishi va bir vaqtning o'zida ham tamil, ham hindi tilida suratga olinishi, Suriya va Amir Xon o'z rollarini o'ynashi aytila boshlandi. Murugadozdan bu haqda so'rashganda u shunday javob berdi: "Bizda ayrim g'oyalar bor. Hozir hammamiz o'z loyihalarimiz bilan bandmiz. Vaqt bo'lishi bilan hammasini muhokama qilib olamiz." Murugadozning Amir Xon bilan uchrashishi esa Qasosning davomi ishlanishi haqidagi mishmishlarni yanada avj oldirdi. Lekin rejissyor uchrashuvda aktyor bilan nima haqida gaplashganini ochiq aytmadi. Murugadoz butun diqqatini ayni vaqtda o'zining Salmon Xon bilan ilk loyihasi Sikandarni ekranga chiqarishga qaratgan. Film 30-martda kinoteatrlarga chiqishi kerak. Sajid Nadyadvala prodyuserlik qilgan kartinada Rashmika Mandanna ham suratga tushmoqda. Film qo'shiqlari va tizeri allaqachon muxlislarda hayajon uyg'otib bo'ldi.